Assalomu alaykum. Dubay ko'chmas mulk bozoriga qiziqish bildirganingiz uchun rahmat. Sizga hozir qadamma-qadam Dubaydan qanaqa qilib uy olsa bo'ladi. Hammasini aytib beraman. Dokumentatsionniy tarafidan boshlab, narxlar, lokatsiyalar va vizalar haqida polniy informatsiya beraman. Endi o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Maryam. Mariya po pasportu, no Maryam. Dubayda 21-yildan beri ko'chmas mulk bilan shug'ullanaman. 21-yilda Dubayga ko'chib kelib, birinchi qilgan ishim bu o'zimga ko'chmas mulk sotib oldim. Men o'zim bu bozorda ne только ekspert, no и investorman. O'zimni investorlarim bilan birgalikda investitsiya kiritib boraman. Mana уже 5-yil bo'lyapti bu yo'nalishda faoliyat olib boryapman. Siz videoni ko'rayotganingizda, может быть, уже 6-7-8-yil bo'ladi. Va 25-yilga hozirda уже o'zimni ikkita ko'chmas mulkim bor. Bittasi one bedroom, bittasi investitsiya uchun olingan studiya. No, siz videoni ko'rayotganingizda, может быть, уже 5-6 yoki 10 ta недвижимость bo'lgan bo'ladi, xudo xolasa. Informatsiyalarga o'tamiz. Demak, Dubayda ko'chmas mulk sotib olishingiz uchun siz umuman Dubayga kelib o'tirishingiz ham shart emas. Dubay 95% investorlar hozirgi kunda иностранцы. Вот, va именно иностранlarga приспособленный shahar. Вот. O'shaning uchun uy olaman desangiz, sizga kerak bo'ladigan narsa bu zagran pasportingiz отсканированный varianti yoki yaxshi tushirilgan rasmi yuborishingiz kerak bo'ladi. Sizda fizический adresingiz, elektron pochtangiz va telefon raqamingiz. Hamma narsa Dubayda elektron pochta orqali onlayn qilinadi. Dubai paperless taktikasini qo'llagan, ya'ni qog'ozbozlik bu yoqda o'zi yo'q. O'shaning uchun bizning mentalitetimizga ozgincha qiyinroq bu narsani tushunish, chunki bizda har doim qog'oz yig'ish degan narsa bor. O'shaning uchun Dubaydan ko'chmas mulk olayotganingizda hayron qolmanglar, sizlarning qo'lingizga hech qanaqa qog'oz berilmasa, chunki hammasi onlayn elektron pochta orqali bo'ladi. No, uni, конечно же, распечатать qilib olsak ham bo'ladi. Demak, birinchi protsess bu biza proyekt tanlaymiz. Ya'ni sizlarning byudjetingizga, maqsadingizga to'g'ri keladigan proyekt tanlaymiz. Обязательно o'zingizning ishonchli brokeringiz bo'lishi kerak. Menga o'xshagan yoki boshqa ishonchli broker, застройщик bilan sizni o'rtangizda hamma yordamni sizga ko'rsatadi. Dokumentatsiya bo'yicha, keyinchalik aplatalaringiz bo'yicha hamma narsada sizni brokeringiz sizni поддержка qiladi. Даже Dubayga kelib o'tirmasangiz ham. Menda misol uchun 5-6 ta klientim umuman Dubayga kelmagan, hamma narsani onlayn qilib, ular uchun aplatalarigacha o'zim borib qilib yuraman. O'shaning uchun sizlarga, конечно же, broker bilan ishlash намного удобныйroq bo'ladi, sizlarga katta yordam bo'lishi uchun. Demak, proyekt tanlangandan keyin застройщикка o'sha aytib o'tgan dokumentlarim beriladi va sizni nomingizga uy bron qilinadi. Вот. Uy 100% sizni nomingizga qilinadi va butun umrga. Dubayda o'sha 95% proyektlar va lokatsiyalar sizni nomingizga freehold, ya'ni butun umrga sizni nomingizga olinadi va keyinchalik naslедство qilib o'zingizning bolalaringizga o'tadi. Вот. Oldinlari bo'lgan 65 yilga, tam допустим 99 yilga, no hozirgi kunga bunaqa lokatsiyalar deyarli qolmagan. No, bo'lsa ham sizga, конечно же, обязательно aytiladi. 95% в особенности men o'zim ishlaydigan proyektlarim 100% freehold, ya'ni 100% o'zingizning nomingizda bo'ladigan uylar. Endi qanaqa qilib o'zimning nomimga olaman, grajdanство berilmasa, vizalar bo'lmasa degan savol tug'ilishi mumkin. Aytib o'tganimdek, 95% investorlar иностранецlar. И siz bemalol Dubayga kelmasdan turib ham 5-6 ta xonadon egasi bo'lishingiz mumkin va investitsiyangizdan kelayotgan summalar bemalol sizga jo'natilaveradi. Buni hammasini, конечно же, уже protsesslarini оформление
qilamiz. O'zingizni nomingizga olasiz va siz olgan uyingiz agar 206 ming dollardan oshsa, bu studiyalarni o'rtacha narxi. 206 mingdan oshgan uy uchun siz уже investor vizasiga ega bo'lasiz. No, конечно же, сразу emas. Вот, vizalarni turlariga keladigan bo'lsak, Dubay bozorida hozirgi kunga investor viza va golden viza bor. Investor viza 750 ming dirham, ya'ni 206 ming dollardan oshgan qiymatdagi uyni olsangiz, sizga beriladi. No, usloviyalari siz investor vizaga topshirishingiz uchun sizni uyingiz bitishi kerak va siz уже hamma summasini рассрочка bo'ladigan bo'lsa, hamma рассрочкадagi summasini to'lab bo'lgan bo'lishingiz kerak va bemalol investor vizaga topshirsangiz bo'ladi. Bunda men o'zim investorlarimga qarashimni vizalarigacha qilib beraman. Base protsesslarida yonida turaman. Investor viza 2 yillik. Har 2 yilda siz faqatgina обновлять, ya'ni renew deyiladi. Bu yerda обновлять qilib turasiz toki sizni nomingizda 750 ming dirhamli uy bo'lsa. Endi golden vizaga o'tamiz. Golden vizaga ega bo'lishimiz uchun biza 2 million dirham, ya'ni 545 ming dollarda qiymatiga ega bo'lgan uylarga investitsiya kiritishimiz kerak. Bu bitta uy bo'lishi shart emas. Misol uchun, mana o'zimda hozir bitta one bedroom, bitta studiyam в общей сложности 1 million 400 ming chiqyapti. Yana bitta studiya olsam, уже 2 million dirhamdan oshadi va men сразу golden vizaga topshirsam bo'ladi. U uylarim bitib o'tirishini kutishim shart emas. Investor vizadan farqli golden vizani plusi, siz uyingiz tayyor bo'lib, hamma summasini kutib to'lanishini kutib o'tirishingiz shart emas. 545 ming dollardan siz уже uylaringizni boshlang'ich to'lovlarini to'lab bo'lgan bo'lsangiz, ya'ni 20% to'lab bo'lgan bo'lsangiz, siz уже dokumentlaringiz chiqadi. Bu SPA va OKUD. OKUD dokumentatsiyasidan keyin sizga golden vizaga topshirib, golden vizangizni chiqarib beraveramiz. U uyingiz 2 yildan keyin, 3 yildan keyin tayyor bo'lishi mumkin, no u уже ahamiyatga ega emas. Sizni общий qiymatdagi kiritayotgan investitsiyangizni summasi 545 ming dollardan oshib va uni 20%ni to'lab bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Endi qayerdan uy olsam yaxshi degan savolga o'tamiz. Bu yerda bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa bu sizni maqsadingiz. Ya'ni siz nima maqsadda Dubaydan uy olmoqchisiz? O'zingizga постоянно yashash uchun, ko'chib kelish uchun, olib mulk qilib, keyinchalik arendadan daromad olib turish uchun, yoki flipping, ya'ni sotib olib narx oshgandan keyin, ya'ni proyekt bitishiga sotib olish uchun. Mana shu maqsaddan kelib chiqqan holda biza уже подборка qilamiz. No, bozorni o'rtacha sifralarini oladigan bo'lsak, hozirgi kunga, ya'ni 25-yil fevral oyiga informatsiya, chunki rovna 5 oy, 6 oy oldin shunaqa video yozayotganimda, u payti studiyalar 170 ming dollardan boshlanardi. Hozirgi kunga o'rtacha studiyalarning narxi уже 200-220 ming dollar. Bu siz qaysi lokatsiyadan olishingizga qarab, sredniy lokatsiyalar 180 ming, 195 ming dollarga olsangiz ham bo'ladi. Unda рассрочкасы qisqaroq bo'ladi va lokatsiyasi, допустим, u darajada perspektivniy bo'lmay qolishi ham mumkin. O'rtacha sredniy lokatsiyalarda hozirgi kunga studiyalar 200-220 ming dollardan boshlanadi. Bu, конечно же, рассрочкали. Рассрочкаlar застройщикdan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Ko'pchilik menga savol beradi: "Maryam, boshiga nech pul to'lashim kerak va oyma-oy nech puldan to'layman?" Yo'q, bozor, Dubay bozori unaqa ishlamaydi. Hamma застройщикlarda bunaqa standart emas.
Misol uchun biz bitta proyekt tanladik. U proyekt tanlaganimizdan keyin sizga рассрочкасы chiqarib beriladi. Misol uchun, qaysidir застройщикda boshlang'ich to'lovi birdaniga 20% plus 4% DLD. DLD bu Dubai Land Department, ya'ni Земельный departamentga uy sizni nomingizga registratsiya qilinishi uchun to'lanadigan summa. Bu summa sizni uyingizni qiymatidan 4% to'lanadi. Hamma сделкада siz застройщикdan olasizmi, siz ikkinchi bozordan, ya'ni вторичный рынокdan olasizmi, buni ahamiyati yo'q. Siz olayotgan uy qiymatidan 4% sizni nomingizga uy registratsiya qilinishi uchun Земельный departamentga to'lanadi. Bu boshlang'ich 20% bilan yoki boshlang'ich 10% bilan birga to'lanadi. Demak, qaysidir застройщикda boshlang'ich to'lovi 20%, keyin har 3 oyda bir yoki har 6 oyda bir marta to'lov bo'lib beriladi. Qaysidir застройщикlarda boshlang'ich to'lovi 10%, bir oydan keyin yana 10%. No, e'tibor bersanglar, har bitta застройщикda birinchi 3 oyi ichida sizni 20% plus 4% DLDs to'lanishi shart. Nimaga? Chunki 20% va 4% DLDdan keyin uy sizni nomingizga registratsiya qilinadi. Keyin o'sha qolganini mayda qilib bo'lib berilaveradi. No, birinchi eng muhim narsasi bu boshlang'ich 20%. O'shaning uchun qaysidir застройщикlarda sirasi 20% boshlang'ich to'lov, qaysidir застройщикlarda 10%, bir oydan keyin yana 10%, ya'ni sizlarga yengillik qilib berishga to'lov uchun. Допустим, 10% и qolganini har oy 1%dan yoki har oy 1,5%dan, har oy 2%dan застройщикka qarab, proyekt nechinchi yil bitishiga qarab, har bitta застройщикda individualna рассрочка chiqarib beriladi. Standart yo'q. Boshiga nech pul to'layman, oyma-oy nech pul to'layman degan savol, bu juda ham обширный savol. Unga bizda javob yo'q, chunki har bitta застройщикdan kelib chiqqan holda hisob-kitob qilib beriladi. Рассрочка Dubai bozorida agar вторичный рынокdan oladigan bo'lsak, biz сразу naqd summaga to'lashimiz kerak. Bu bizga невыгодно, agar biz investor bo'ladigan bo'lsak, тем более bizdan застройщикdan olish выгодно. Nimaga? Chunki to proyekt bitguncha рассрочкасы bo'ladi yoki to proyekt bitgandan keyin yana kalitdan keyin ham рассрочка qo'shib beradigan застройщикlar bor. Ya'ni рассрочкаlar Dubai bozorida 1 yildan to 8 yoki 10 yilgacha bo'lishi ham mumkin. No, 10 yil bu juda ham редкость, juda редкий proyektlar bo'ladi. В основном o'rtacha 2-5 yilli olsanglar bo'ladi рассрочка uchun. Proyektinglar, uyinglar nechinchi yilda bitishiga qarab. Xo'p, endi studiyalarni bildik. Studiya o'rtacha yaxshi lokatsiyalarda 200-220 ming dollardan boshlanadi. 2 yildan to 5 yilgacha рассрочкасы bilan. A уже turistik lokatsiyalarga o'tadigan bo'lsak, ya'ni Dubai Marinaga yaqin GLT, Burj Khalifaga yaqin, допустим, Business Bay, bu lokatsiyalarga o'tadigan bo'lsak, studiyalar уже 310 ming, 320 ming dollardan boshlanadi. Xuddi shunaqa рассрочкали. One bedroomlar, ya'ni bitta spalnili apartamentlar. Bitta spalnisi, zal, oshxona, bitta yoki ikkita sanuzel bor. O'rtacha studiyani kvadratidan boshlaymiz. Studiyalar kvadraturasi 35-40-45. O'rtacha bozordagi kvadraturalar 30, kichkinaroq studiyalar 34-35, o'rtacha studiyalar 40-41 kvadrat, kattaroq studiyalar 45 kvadrat bo'ladi. Kvadratidan kelib chiqqan holda ham narxi o'zgaradi, yoki qimmatlashadi yoki arzonlashadi. One bedroomlar o'rtacha 50-55, 60-70 kvadrat. Застройщиgiga qarab o'sha ko'raveramiz, proyekt tanlayotganimizda o'sha konkretnayroq. No, o'rtacha standart bu 65-70 kvadrat one bedroom, ya'ni bitta spalnili apartamentli
uchun bitta spalnili apartamentli o'rtacha lokatsiyalarda hozirgi kunga уже bir 301, 310 ming, 350 ming dollarlar atrofida bo'ladi застройщиgiga va рассрочкasiga qarab. Turisticheskiy lokatsiyalarga yaqinlashadigan bo'lsak, dengiz lokatsiyalariga yaqinlashadigan bo'lsak, bitta spalnili apartamentimiz bizada уже 550 ming, 600 ming, dengiz bo'yida birinchi liniyasida bo'ladigan bo'lsa, уже 620, 650 ming dollar ketaveradi. Ular ham, конечно же, hammasi рассрочкали. И дальше two bedroom, three bedroom o'sha individualni sizlar bilan gaplashaveramiz. Ha, yana рассрочка haqida qo'shimcha qilib o'taman. Dubayda to 1 yildan 10 yilgacha рассрочкаga bo'lib beriladigan bo'lsa, Dubayda hamma рассрочкаlar foizsiz. Ya'ni siz olayotgan uyni aytaylik 200 ming dollarlik uyni 5 yilga bo'lib beriladigan bo'lsa, ustiga застройщик hech qanaqa foiz qo'ymaydi. O'sha 200 mingni sizga 4 yilga yoki 5 yilga bo'lib beradi. Hech qanaqa foizlasiz. Keyingi videoda bo'lsa, sizlarga imенно lokatsiyalar bo'yicha более подробный informatsiya beraman. Qaysi lokatsiya, qaysi maqsadga ko'proq to'g'ri keladi. Yana qanaqadir savolingiz qolgan bo'lsa, bemalol kommentariyga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Hamma savolingizga javob beramiz.